Kun muhtaram yurtdoshlar, Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Omijon. Kaliforniyadan qizil yomg'ir chuvalchangi biznesmen shug'ullanaman. Bizda muammo bo'lyapti. To'g'rirog'i pasta bo'lyapti. Mana kliyonkani ochingda. Lapatka qo'ying. Hozir Jarqo'rg'onga borib keldim. Bilasizlar, mana shu joydan yuk berilyapti. Esladilarga, shu joydan narigi eshikdan kirib, gazel bilan kelib yuk berilayotgandi. Shu jigarimiz uyidan, shogirdimiz uyidan jigar bilan oldin ham o'qiganmiz. Mana bu yerda suv bergan videolarim bor, eslasalaring. Ochingda, ustini oching. Sedan darvozadan chiqib yuk berilgan esladik shekilli. Allohning hojati yo'q. Alloh aldab o'maydi buni. Gazel izlari ham turibdi. Şeydan kelib yuk berayotganiga sizlarga kerak. Qarab uyda qilayotgandik. Kobalt bilan kelganmiz, shuning uchun narigi eshikdan keldik. Tagroq shoshmang, qo'zg'amay turing. Hozir bitta muammo bo'lyapti. 2 hafta oldin yuk berganmiz. 2 haftadan o'tdi, bir 15-20 kun bo'ldi. 20 kun oldin yuk berganmiz. O'sha yukimiz bizga muammo bo'lyapti. Qanday muammo bo'lyapti? Bitta joyga olib borib to'kkan, oching kilonkan ko'proq. Olib borib bitta joyga to'kkanmiz. Bitta xonaga to'kilgan, ya'ni garajga to'kilgan, yerdan olib chiqib ketib to'kilgan. Bu deyapti, qum aralashgan deyapti. To'g'risini aytsam, qishloq xo'jaligidagi ishlayotgan xodimlar boya aytganimdek bir ishni bilmaydi-da, ishni bilmaganligi sababli ko'p xatochiliklar bo'lyapti. Mana qaranglar. Mana hozir kilyonkani ochdik, mana teginildi. Mana teginilmagan joy mana bu yerimiz. Qaranglar, qurigan. Endi ochamiz. Mana. Ko'ryapti, qishki. Sal soyroq qilinglar, men tepamda turing-da. Soyroq qiling. Mana, ko'ryapti. Bu deyapti, tuproq aralashtirgansizlar deyapti. Bunga tuproq aralashtirib olib kelgansizlar deyapti. Yo'q, qanday tuproq aralashtirib olib kelamiz? Aka, Xudodan qo'rqamiz-ku, sizni aldasak ham desak, mana qaranglar, ko'ryapsizlar. Mana usti qurigan joyi, mana. Bu deyapti, tuproq aralashgan, qum aralashmagan, tuproq aralashgan joyi deyapti. Mana qaranglar. Bu yerimiz mana shu. Ko'zlaringizdan ko'ryapsizlar-ku mana. Mana. Bu yerimiz, to'g'rimi? Mana bu yerimiz. Bu deyapti, bunday bo'lmaslik kerak deydi. Bunday tushsa deydi, yoyilib ketish kerak deydi. Qanday nam narsani luboyni mana bunday qilsa qotadi-ku. Luboy bu yerimiz ichida shunday. Men hayron qolyapman. Bizga xullas pasta bo'lyapti. Keyin mana bunaqa narsa deyapti. Nima uchun bunaqa narsa bor deyapti. Bu akalar, bu ustida, mana ustidan kilonka yopilgan. Bunda baribir, misol uchun elaganingiz bilan baribir anavi tushadi. Nima deydi? Yuk tushadi. Qani YouTube'ingizni ochingda, men uni kiring-da, kanalimga kiring. Men shunga hayronda, men shunday hozir asablarim qo'yib qoldi, shunday nerishti qilib, miyalarim qo'yib qoldi. Bu nima bo'lish kerak? Bu chiqib ketish kerak, umid. Hammaga tegishyapti, umid. Shuning uchun mana shunaqa muammolar bo'lyapti. Bu YouTube'ga qo'yilmaydi. YouTube'ga qo'yilsa, demak, o'sha hozircha YouTube'ga qo'yilmaydi. YouTube'ga qo'yilsa, demak, YouTube'ga kiringda, meni kanalimga bering. Meni kanalim shu. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Mana qaranglar, mana shu videolarni eslaymiz, mana. Shu 1,5 kvadrat shu mana ketganiga rozimisiz? 2 marta rozimiz. Ana qanchalarga oldingiz? Mana qarang, ko'ryapsizlar, buni kattartiraylikmi? Yo'q, yozilmagan, hisob kitobi qilinmagan. Mana shu joydamiz. Ko'rinyapti, mana shular kablok.
Shoshmang. Mana o'sha yerdan turib video bo'lyapman mana joylar mana. Mana. Ko'ryapsizlar. Mana shu joydan yuk berilgan. Mana bu yerda elangan turibdi. Mana bu yerda elab kelib aka joyni bo'shataman deganga o'sha elanmay turibdi. Ya'ni bir kishiga 8 tonna berilgan, ikkinchi kishiga yana 8 tonna berilgan. Ikkinchi kishiga 18 tonna 16 tonna 250 berilish kerak bo'lgan. 8 tonna 100 kilosi berilgan, 8 tonnasi qolgan. Bittasiga 10 tonna berilish kerak. 8 tonna berilgan, 2 tonnasi qolgan. O'sha beramiz degan paytda yetkazamiz deganmiz. U xonaga olib borib qo'ygan. Pashti 20 kun. Bu blog yo'qmi? Ochingda. Mana bu yerda YouTube mana qaranglar mana. Ko'rinyaptimi? 2 hafta deb yozilgan mana. 2 nedela deb yozilgan. 2 hafta oldingi video. Mana bu video, keyin mana bu video ikkalasi bir vaqtda olingan, bir kunda olingan. Mana video bir kunda olingan. Bu video ko'ryapsizlarmi? Bu ham 2 hafta oldin deyilgan, prosta bir kundan keyin qo'yilgan, kontent uchun qo'yilgan. Mana bu suv sepgan videom ham xuddi o'sha kun olingan. 3 ta video bir kunda olingan, kontent uchun video qo'yilgan. Mana bu yerga suv sepilgan. Endi mana qarang, ko'rdilarga berganimizda. Endi mana bu yerda chuvalchang bor joyda ochamiz. Ya mayli. Hozir ochinglar, lapatkadan qo'shingmay bering. Mana qarang, ko'ryapsizlar-a mana chuvalchanglar. Mana. Chuvalchang ko'rinyaptimi? Ya mana shu yerda oching, mana shu yerda. Ya mayli, chuvalchang mayli, chuvalchang kerak emas. Oching, kattaroq oching, nariga qarab tashlang. Shuni olib taylang. Taylang, ha. Oling. Chuvalchang bor joyini olib tashlang. Mana bunga qanday qum qo'shish mumkin? Oching. Dadil oching. Video son 10 minutdan keyin to'xtaydi-da. 7 minut bo'yin. Oching. Mana bu yerimiz, ha? Mana. Qaranglar, mana bunda ham mana tomir bor. Chunki buni ustida o't bor-da, mana o't, realni o't bor. O'sha o'tdan mana tomir, mana taglarini olyapmiz, ko'ryapsizlarmi? Oching, olib tashlang buni. Hozir buni elab beramiz hozir. Yonboshga taylang, o'tering, yonboshga o'tering. Hozir bizda men asabim buzilgan, shiring endi mana ularni. Lapatkan chapqa qilingda, bunaqasiga qilib shiring, ketmanda ham mana shunaqa shiring. Sirib tashing. Bo'l. Mana hozir mana shu yerda ko'rdilarga, mana shu yerda to'xtatamiz, chunki 8 minut 16 sekund bo'ldi. Hozir video o'chadi, qaytadan yo'qladi.